Azon tinglaganda bajariladigan sunnatlar. Allohu akbar, Allohu akbar. Birinchisi, azon kalimalarini qaytarish. Musulmon kishi azonni diqqat bilan eshitadi hamda muazzin biron bir jumlani o'qib bo'lgach, uni ichida takrorlaydi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Qachonki azonni eshitsangiz, muazzin aytgan narsani aytinglar. Ya'ni muazzin Allohu akbar desa, uni eshitayotgan kishi pichirlab Allohu akbar deb qaytarib qo'yadi. Ammo hayya alas solah hamda hayya alal falah deganida la havla va la quvvata illa billah deyish kerak. Zero hadis sharifda marhamat qilinadi. Kim chin qalbdan muazzin aytgan narsalarni takrorlab, hayya alalarda la havla va la quvvatani aytsa, jannatga kiradi. Azon tugagach ushbu duoni o'qiydi. Allohumma robba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu warzuqna shafa'atahu yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Hadislarda azonni eshitgan odam mana shu duoni o'qisa, payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam shafoatlariga noil bo'lishi aytilgan. Azon eshitgan kishining oxirgi qiladigan ishi duo qilish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: muazzin aytgan kalimalarni ayt. Qachonki oxirga yetsang, so'ra, berilur. Boshqa bir hadisda esa azon va takbir orasida qilingan duolar mustajobligi aytilgan. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu raditu billahi robba va bi Muhammadin rasula va bil islami dina. Yana qaysi ishlardagi sunnat amallar bilan tanishmoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring.